Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Kuninglarni xayrli, barakatli o'tkazib oldinglarmi, qizlarjonlar? Bugun sizlar bilan sog'lom turmush tarzimiz haqida gaplashamiz. Mani sevimli mahsulotim bu Velosofiya Wellness Pack vitaminlari, kompleks vitaminlari haqida gaplashamiz. Juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. 4 yildan beri mani sinovimdan o'tib kelayotgan, mani sevimli mahsulotimga aylanishga ulgurgan yoshlik eliksiri desam bo'ladi. Chunki sog'lom turmush tarzi bo'lsa, organizm sog'lom bo'lsa, sizni o'zingiz ham yosh va sog'lom bo'lib yurasiz. Mana bizda shunaqa foydali vitaminlarimiz bor. Birinchi beradigan savolim, oramizda turmushga chiqqan yoki turmushga chiqmoqchi bo'lgan, tuqqan homiladorlar bormi? Bor bo'lsanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nechta farzandingiz bor? Nechinchi homilangiz va hozirgi paytda qanaqangi nechta farzandning onasisiz? Shu haqida ma'lumotlar berib o'tishingizni so'rayman. Kommentariyalarda kutib qolaman. U chunki biza uchun juda ham kerakli savoli, kerakli javobi aynan shu Wellness Packda bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu mani bugun zakazlarim bilan birga keldi. Chunki уже oxirgi Wellness Pack'im 2 kun oldin ichib tugatdim. Mana ichida mana bunaqa sashay ko'rinishda bo'ladi va 4 ta kapsuladan iborat. Bu 4 ta kapsulamizni biz bitta o'tirganimizda zavtraqdan keyin iste'mol qilamiz va bu haqida hozir sizlarga ma'lumot beraman. Nima uchun men sizlarga savol berib o'tdim, kommentariyada yozib qoldiringlar deb. Sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi, to'g'rimi? Agarda siz homila ko'rish arafasida bo'lsangiz yoki bo'lmasam homilador bo'lsangiz yoki bo'lmasam 2-3 ta farzandni onasi bo'lgan bo'lsangiz, bilingki, siz bu davrlardan o'tayotganingizda siz judayam katta qiyinchiliklardan o'tyapsiz. Organizmingiz bir o'zingiz uchun ishlayotgan bo'lsa shu kungacha, ana endi siz homila davrida yoki homiladorlikdan keyin, tug'ruqdan keyin emizikli davr o'tadi. Har bir farzandimizda biza kerak bo'lsa, 2 ta farzand bo'lsa, ikkala farzandimiz uchun biza bor ichimizdagi chiroyimizni, vitaminlarimizni, farzandimiz uchun kerakli bo'lgan hamma minerallarimiz, hammasini farzandimizga beramiz. Chiqqanimizdan keyin emizikli davrga o'tamiz. Emizikli davrda ham xuddi shu holat bo'ladi. Ya'ni nima uchun aytamiz, voy, men sochlarim to'kilib ketyapti, tirnoqlarim sinuvchan, tishlarim yemiriluvchan, ikkitasini tug'ib tishim qolmadi, qoshlarim to'kilib ketishni boshladi va shu kabi har xil muammolarimiz yetishni boshlaymiz. Og'riqli nuqtalarimiz paydo bo'ladi, suyak bo'g'inlarimiz og'rishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam gormonlarimiz narushleniya bo'ladi. Yuzlarimizda har xil toshmalar, dog'lar, yuzimizning hatto teksturasi o'zgarib ketadi, to'g'rimi? Juda sezuvchan bo'lib qolamiz. Hidlarga ham, terimizga ham, o'zi ham. Bu nimani alomati? Bu bizning organizmimizdagi bir kishi uchun emas, balki bizning ichki organlarimiz 2 kishi uchun ishlashni boshlaydi. Va o'ylab qarasak, organizmimizga biz yeyotgan taomnomamiz har doimgidek o'sha normada qoladi. Homilador bo'lsak ham, tug'sak ham, emizikli bo'lsak ham, biz o'sha normadan chetga chiqmaymiz. Shu ovqatimiz o'sha 3 mahal yeymiz yoki bo'lmasam umuman ovqat tanovul qilmaymiz. Bu narsa bizga nima keltiradi? Toksikoz davridan o'tgunizcha ayrim insonlar yo tuqqunicha toksikoz bo'ladi yoki 3 oy ichida toksikoz bo'ladi, to'g'ri? Demak, biz har birimiz kelinlik davrimiz. Siz kelin bo'ldingiz. Kelin bo'lib borgan joyingizda siz stress olasiz. Nimadan stress olasiz? Shu oilada nechta inson bor? 5 ta inson bo'lsa, shu 5 ta insonning xarakterini o'rganishingiz kerak. Shu 5 ta insonga moslashishingiz kerak. Shu 5 ta insonni o'rganib, unga moslashib, uni xarakterini bilib, tushunmaguningizcha vaqt o'tadi. Bu sizga har xil stresslarni olib keladi. Siz asabiylashasiz. Nima uchun yangi kelinchaklarimiz yangi kelin bo'lib uyga chiqqandan keyin kasal bo'lib qolishadi? Chunki stress immunitetni tushirib yuboradi. Ya'ni kasal deganimda shamollab qolishadi va aytamizki, voy, bu klimat o'zgartirdi, uy sharoitini o'zgartirdi deymiz va bizda stress bu immun tizimimizga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Albatta immunitetimiz tushib ketadi. Bu bir. Ikkinchisi, homiladorlik davri, homila bo'lish uchun tayyorgarlik davri va emiziklik, tug'ish davrlarida bizning organizmimizdan kalsiy, yod qismi, hamma vitaminlarimizni biz farzandimizga beramiz.
va qarabsizki, bizani sog'lig'imizni nosog'lom ona bo'lib qolamiz. Shuning uchun siz homila paytda ham, homilador davrda ham, emizikli davrda ham sog'lom ona bo'lib qolishni xohlaysizmi? Chunki mani o'zimdan, hamkorlarimdan shunaqa zo'r otзывlar bor. Shu Wellness vitaminlari, Velosofia kokteyllarini birgalikda iste'mol qilib, rekord darajasiga chiqishgan. Homila davrida 130 gemoglobin bo'lgan. Bu haqiqatdan real otзывlar. Men sizlar bilan hali kommentariyalarda tashlab beraman. Bu real otзывlar. Mijozlarimizning o'zidan, hamkorlarimizning o'zidan kelgan otзывlarni bo'lishaman. Men o'zim eshitib bundan juda ham xursand bo'lganman. Shu bitta korobka Wellness Pack vitamini o'sha homiladorlikka tayyorlanayotgan kelinchaklarimizda follikulalarini yorilishiga, ularni yetishishiga bemalol yetkazib bergan. Chunki buni ichidagi vitaminlar, foliyaviy kislotalar, hamma vitaminlar bor qizlar. Tuqqaningizdan keyin yoki o'sha emizikli davringizda ham o'sha farzandingizga siz orqali ham boradi. Buni aytishadi-yu, emizikli davr etsa bo'ladimi deysizlar-yu. Agarda siz boshqa vitaminlar iste'mol qilmasangiz, shifokor nazoratida bo'lmasangiz, siz bu vitaminlarni kunlik dozada iste'mol qilsangiz, sizni sutingiz orqali farzandlaringizga boradi va bundoq o'ylab qarasak, biz ham sog'lom ona bo'lib organizmimizni shu vitaminlar bilan tiklab olamiz. Siz mendan ko'pchilik so'raydi, bu vitamindan o'zingiz ichganmisiz deydi. Men bu vitaminni karantin davridan boshlab ichishni boshlaganman. O'sha 4 yil bo'ldi, adashmasam, karantinga. Shu karantin davridan boshlab ichganimda o'sha hamma sho'molagan, kasal bo'lgan paytda men oilamizning shifokori bo'lganman. Bemalol sog'lom yurganman, tikka yurganman, kasal bo'lmasdan, oila a'zolarimga qarab, o'sha nima kerak bo'lsa oila a'zolarimga bor kuchimni berib, mehrimni berib bo'lishib borganman va sog'lom kelin, sog'lom ayol, sog'lom ona rolida bo'lganman. Hozirgi kungacha ham men shu vitaminlarni kanda qilmayman, lekin haqiqatdan bu vitaminlarni ichishadi-da. Men shu vitaminlardan 2-3 kurs ichdim. Keyin to'xtatdim, sharoitim bo'lmay qoldi, lekin menda o'sha 2 oydan keyin yana o'sha muammolarim paydo bo'lishi boshladi deyshadi. Shu savolingizga men javob berib o'tmoqchiman. Qaranglar qizlarjonlar, biz organizmimizga bu vitaminlarni ichganimizda o'zi srazu energiyaga to'lamiz. O'zimizda boshqacha o'sha natijalarni ko'rishni boshlaymiz. Sog'lig'imizda, uyqumizda, umuman kun davomida immunitetimiz mustahkamlanganini his qilamiz. Va bilasizlarmi, mana shu vitaminlarni siz to'xtatib qo'ysangiz, o'z-o'zidan bu vitaminlar sizga nimani beryapti? Siz yeyotgan ovqatingizdan olmayotgan o'sha minerallarni, o'sha siz yemayotgan kerakli, foydali tabiiy ovqatlarimizdan olmayotgan vitaminlarimizni, yod deysizmi, vitamin D deysizmi, kimdir qatiq, молочный produktni iste'mol qiladi, kimdir yo'q. Masalan, men qatiq icha olmayman. Men sut ichsam ham 1 stakan ichishim mumkin, lekin har kuni emas. Tuxum har kuni yeyolmayman. Me'damga tez tegib qoladi. Demak, menga kerakli vitaminni men молочный produktlardan olmayapmanmi? Demak, menga bular Wellness Pack vitaminlari kokteyllaridan olaman. Kimdir oqsillar yeydi, go'sht yeydi, kimdir yemaydi. Oramizda bor. Kimdir baliq umuman yemaydi. Men baliq masalan yaxshi ko'raman, lekin bir haftada 3 marta baliq yeyolmayman. Men bir oyda 1 marta yeyishim mumkin, bir oyda 2 marta yeyishim mumkin. Lekin bir haftada 3 marta baliq yeb, menga kerakli omega 3 vitaminini olishim uchun men bir haftada 3 marta yeyishim kerak. Demak, men o'sha baliqni yeyolmayapmanmi? Men omega 3 ichaman. Ana endi o'zingizlarga savol beringlar. Sizlar vitamin ichib yurdinglar, sog'lig'inglar tiklandi, o'zingizlarni yaxshi his qilishni boshladinglar, bodri bo'ldinglar, immunitetingiz mustahkamlandi, organizm kuchayyapti, immuniteti mustahkamlanyapti-da, sizdagi bor kasalliklarga organizmni o'zini kurashishga majbur qilyapti. Va siz 1-2 oy vitamin xarid qilmadingiz va ichmadingiz, to'xtatdingiz. Va o'z-o'zidan o'sha slabiylik, o'sha asabbuzarlik, o'sha kasalliklaringiz yana kelib chiqishni boshlaydi. Yana bo'g'im norishi, yana davleniya deysizmi? Va nima sabab? Chunki siz yeyotgan taomnomingizda bundagi bor vitaminlar taomnomingizda yo'q bo'lgani uchun va siz bu vitaminni to'xtatib qo'yganingiz uchun organizm o'zi hujayralari talab qiladi.
qani menga shuncha paytdan beri berayotgan vitaminni har kuni men maza qilib to'yinayotgandim. Biz yeyotgan ovqat qornimizni to'yg'izadi, lekin bizning hujayralarimizni emas. Shuning uchun bizning vitaminlarimizni agarda siz to'xtatib qo'ysangiz, siz 1-2 oydan keyin yana o'sha hujayralaringizni ochqaganini, ya'ni o'sha vitaminlarni xohlayotganini yoki sen menga deydi to'yingan taomlarni ber deydi, ya'ni vitaminga boy, vitaminlarga to'la, minerallarga to'la taomnomani ber, men taomnomendan olay deydi. Menga sun'iy taomnoma berma deydi. Menga tabiiy vitaminlarga boy taomnoma ber deydi. Biz nima qilamiz? Biz shunaqa vitaminga boy bo'lgan taomnomani iste'mol qilmaymiz, chunki uni o'zi yo'q. Chunki biza tabiiy sabzavotlarga boy bo'lgan, o'sha ximikatlarsiz, gormonlarsiz yetishtirilgan taomnomalarni iste'mol qilmayapmiz. Demak, o'z-o'zidan qo'shimcha badlar nima uchun kerakligini sekin-sekin o'zingiz bilib olsanglar ham bo'ladi. Qo'shimcha badlar bu bizaga endi 3-4 yil davomida kirib kelib, o'zbek xalqiga sekin-sekin tarqalyapti. Lekin bunaqangi vitaminlarga boy badlar chet davlatlarida ancha yillar oldin уже sinalgan. Keling, oddiy Yaponiya davlatini oladigan bo'lsak, u davlatlarda, mana shu chet davlatlarda rezyume, ishga kirish uchun rezyume to'ldiriladi. Va mana shu rezyume to'ldirilayotganda savol beriladi. Siz qo'shimcha badlardan foydalanasizmi degan. Agarda ular yo'q degan javobni berishsa, ularni ishlamas ekan. Chunki qo'shimcha badlarni iste'mol qilib yurgan hamkasblar, ishchilar sog'lom bo'lishar ekan, doimo ishda energiya bilan ishlashar ekan. Agarda yo'q degan javob o'qishsa, demak bu ishchi juda ko'p kasal bo'ladi va u bizani ishimizga xalaqit qiladi deb shunaqangi rezyumelarni to'ldirishar ekan. Demak, bu narsa nima uchun boshqa davlatlarda aptekalar kam? Juda kam, balki topolmay ham qolasiz unaqa aptekali joylarni. To'g'risi, ayrim davlatlarda umuman apteka degan joy yo'q. Dorixona degan joy topolmaysizlar. Chunki ularda qo'shimcha mana shunaqa badlarni ko'p iste'mol qilishadi. Antibiotik degan narsani ham topolmaysizlar. U bizada antibiotik degan narsa bor. Oddiy kasal bo'lsak ham, yo'talib qo'ysak ham, ustma chiqsa ham, yiringlab ketsa ham, hamma narsaga antibiotik. O'zi antibiotik azaldan yiringli zonalarni bitishi uchun qilingan ekan. Hech qanaqangi grippda yoki qattiq shamollashlarda bu narsa keyin kiritilgan ekan. Endi qaranglar qizlarjonlar. Sizda vitaminlarimizni mana bu katalogda Velosofia, aynan mana bugundan qo'yilgan aksiya haqida aytib o'taman. Velosofia Skin, ya'ni Velosofia yuz uchun xuddi naborimiz bor. Umvalkasi, eliksiri, nochnoy kremlar, hamma narsasi bor. U mahsulotlarning tarkibida adaptogenlar bor. Ya'ni sizni kayfiyatingizga kayfiyat ulashuvchi, sizdagi o'sha stress bo'lsa, stressdan tinchlantirib, bizani yuzimizdagi qarilik asosan bu stressdan tushadi. Birinchi navbat. Keyin quyosh nuridan. Keyin уже sifatsiz kosmetikalar. Demak, qaranglar. Biz stressda bilasizlarmi, mana kinolarda ko'rasizlarmi? Nimadir muammoga duchor bo'lib qolgan odam bir necha vaqtdan keyin uni qarigan ayol, sochlari oqargan ayol ko'rinishida ko'rsatishadiki, uni o'sha stressga tushganini, shu hayot tashvishlari uni shu holatga keltirib qo'yganini ko'rasizlar, to'g'rimi? Jaydari tilda aytganda. Xuddi shu narsa bizda bilishimiz kerakki, oilaviy muammolar yoki ishdagi muammolar bu bizda stressni orqasidan keladigan ajinlar, qarilik, nosog'lom organizm, tez kasallanishimiz, bularning hammasi stress orqasidan keladi. Velosofia Skin nabori esa tarkibida adaptogenlar mavjud. Bizani stressdan xoli qiladigan, tushkun kayfiyatda bo'lsak energiya beradigan, stressda bo'lsak tinchlantiradigan, mana shu burun sohamizdan krem ishlatayotganimiz o'zida burun sohasidan kirib, miyamizda shunaqangi hujayralarni boshqarar ekanki, ichkaridan yoshartiruvchi kollagenlarni uyg'otib, yuzimizni yosh teriga ega bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Mana shuning uchun Velosofia Skin mahsulotlarini bu katalogda ko'p mahsulot, aynan shu katalog ichida chiqqan mahsulotlariga skidka qo'yilgan. O'zini o'sha brend hamkorlari uchun 20% skidkada, mijozlar uchun 15% skidkada. Lekin
bitta dona masalan ko'z atrofi kremini oladigan bo'lsak, ko'z atrofi kremini xarid qilsangiz, siz Velosofiyani sog'lomlashtiruvchi любой mahsulotidan bitta kodini, sizga kerakli bo'lgan mahsulotni kodini, masalan buni tersam, hozir men buni o'zini tersam menga 600 mingga chiqadi. Lekin men buni Velosofia Skin ko'z atrofi kremi bilan buni tersam, menga bu 300 mingga chiqadi. Ko'rdinglarmi? 50% chegirmada. Rosa zo'r chegirmalar ketyapti qizlar, foydalanib qolinglar. Birinchi navbatda ham yuzingizga sog'lom hid qilasizlar, ham organizminglarni ichkaridan parvarish qilib, sog'lom tashqi ko'rinishga ega bo'lasizlar. Chunki sizni tashqi ko'rinishingiz bu sizni ichkaridagi go'zalligingiz bo'ladi, qizlar. Mana shu vitaminni kanda qilmasdan har kuni ertalab uyg'onganimda zavtraqdan keyin iste'mol qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 4 ta kapsula qizlarjonlar. 2 ta kapsulasi omega 3, astaxantin, qora chernika va 23 xil mineral va vitaminlar mavjud tarkibida. Kelinglar omega 3 haqida to'liqroq gapirib beraman, harakat qilaman to'liqroq gapirishga, chunki vaqtim chegaralangan. Qaranglar. Bitta narsani aytaman, omega 3 vitamini birinchi navbatda biza hammamiz, umuman meni eshitib turgan har biringiz yetarli darajada baliq moyi iste'mol qilmaymiz. Bir haftada 3 marta hech qaysi birimiz baliq yemaymiz. Oddiy mol go'shtini, qo'y go'shtini iste'mol qilganimizdek baliq go'shtini ham bunaqa iste'mol qilmaymiz. Va ayta olamanki, har biringizda omega 3 nixvatkasi bor. Ya'ni omega 3 nafaqat bizani miya faoliyatini yaxshilashga, zreniyamizni yaxshilashga, yurak faoliyatini yaxshilashga, qon aylanishini yaxshilashga ta'sir qiladi, balki bizada terimizni ichkarisidagi kollagenlarni вырабатывать qilishda turtki bo'ladigan vitamin bu omega 3 bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, organizmdagi yomon, keraksiz xolesterinlar bo'ladi. Aynan o'sha xolesterinlardan tozalab beradigan ham bu omega 3 bo'ladi. Uchinchisi, sizni ishtahangizni agarda omega 3 yeyotgan ovqatingizdan oldin iste'mol qilsangiz, och qoringa siz ishtahani bo'g'uvchi shunaqangi xususiyati bor, ishtahani bo'g'adi-da, siz ortiqcha narsa iste'mol qilgingiz kelmay qoladi. Ya'ni vazn tashlashni xohlovchilarga maslahatim, ovqatdan oldin iste'mol qiling, 2 ta kapsulada. Bizani kunlik dozamiz mana shu 2 ta kapsulada mujassam. Siz aytishingiz mumkin, buni qachon to'xtating? Yoz oyida ichsa bo'ladimi degan savollar ham berishingiz mumkin. Yoz oyida ham ichsanglar bo'ladi, buni to'xtatmasdan ichsanglar ham bo'ladi. Chunki bu bizga kunlik dozani beradi. Bizda shunaqa vitaminlarimiz bor, boshqa chet davlatlaridan keladigan, ularning dozasi juda yuqori. 1000, 1,5, 2000, 3000 va bu dozada shifokorlar bunaqa kurslarini yozadi. Masalan, 3 oy kurs ichganda deydi, 3 oy dam olgin. Bizda bunda buni ichidagi dozasi bizning kunlik dozamizga mo'ljallangani uchun buni bez oстановкой iste'mol qilsak bo'ladi. Chunki men o'zimda iste'mol qilganman va o'zimda sinaganman. 1 yil davomida to'xtatmasdan iste'mol qilganman. Rosa zo'r vitaminligini shunda tushunib yetganman. Keyingisi yana nima haqida gapirishim kerak? Omega 3 da teringizni yoshartiruvchi xususiyatga ega. Xolesterinlardan tozalab beradi, zreniyani yaxshilaydi. Men o'zim onajonimda ham zreniyalariga borganlarida, ochlik qildirishga borganimizda omega 3 bilan astaxantinni ichishni tavsiya qildi. Hattoki shifokorlar menga aytdi, omega 3 olib bering dedi, keyin tagiga 2 ta dorini yozib berdi. Men aytdim, bu 2 ta doriga qo'shimcha astaxantinni ham ichsalar bo'ladimi desam, agar astaxantin ichsalar dedi, men yozib bergan 2 ta dorini olib tashlang dedi. Omega 3 bilan astaxantinni o'zi yetarli dedi. Zreniya uchun qizlarjonlar, sizlar uchun kerakli ma'lumot deb o'ylayman. Keyingisiga o'tamiz qizlarjonlar. Bu yerda yana bitta narsani aytib o'taman. Bizning omega 3larimizda 5 ta stipendli test tadqiqotdan o'tadi. Bu degani mana shunaqangi shaffof rangga aylangunicha bizga toza, sof baliq moyi yetib keladi. Hattoki buni jelatini baliq jelatinidan tayyorlangan kapsulamizni jelatini. Shuning uchun bemalol halol sertifikatga ega, bemalol iste'mol qilishlar bo'ladi. Astaxantin, qora chernika, o'rmon, shvets o'rmonlarini da yetishtirilgan qora chernikadan va astaxantin bu dengizi tub-tubidagi
vodorosley boru, vodorosleyni o'zbekchasiga nima bo'lishini bilmayman, lekin dengiz o'tlari deylik, dengiz o'tlarini suvda bilsanglar ziloniy bo'lib qimillab turadi. Lekin uni tashqariga olib chiqqanimizda quyosh bilan reaksiyaga kirishganda xuddi shunaqa to'q bordoviy rangga aylanib qoladi astaksantin. Buni iste'mol qilganimizda nimaga erishamiz qizlarjonlar? Astaksantin vitamin C dan 6000 barobar kuchli. Bu degani bizning organizmimizga eng kuchli immunitet, eng kuchli antibiotik desak ham bo'ladi. Chunki bu o'sha siz ichayotgan doktorlar yozib bergan antibiotiklaringizdan namnoga foydali, namnoga lучше. Antibiotik iste'mol qiladigan bo'lsak, bizning organizmimizda kamida 3 oy ichida zaharlab yotadi. O'zidan zaharli toksinlarni chiqaradi. Immunitetimizni tushirib yuboradi, aynan o'sha antibiotiklar. Lekin o'sha antibiotikni xarid qilib, unga pul ishlatib, o'zingizni zaharlash uchun ishlatayotgan antibiotiklaringiz uchun ishlatayotgan pulingizni lучше kasal bo'lmasligi uchun, immunitetingizni mustahkam qilish uchun, kelgan viruslarga qarshi baryer hosil qilish uchun astaksantinni tavsiya qilaman. Astaksantin siz o'pkangizda shunaqangi kuchli baryer hosil qiladi. Endi o'zingiz o'ylanglar, vitamin C dan 6000 barobar kuchli degani bu sizni baryer hosil qilib beradi o'pkangizda. O'sha sal bo'lsa ham kasal bo'lib qolasizlar-yu, shamollab. Ozgina shamollab qolsanglar, srazu shu astaksantinni o'zidan 2 ta kapsula olib ichib oling kuniga. Shunaqangi immunitetingiz ko'tariladi, bir pasda tuzalib ketasiz. Antibiotiklar, kapelnitsalar oladigan darajagacha ham bormaysizlar qizlarjonlar. Bu o'zimda sinaldi. Shuning uchun aytyapman. Mani oyoqqa turg'izgan ham shu astaksantin bo'ladi. Mani yoshlik eliksirim ham shu astaksantin bo'ladi. Mani eng yaxshi ko'rgan vitaminim bu astaksantin. Madonnani ham hattoki eng yaxshi ko'rgan vitamini astaksantin bo'lgan. Uni yoshligi, uni chiroyli teriga ega bo'lgani, elastikligi, yosh bu porloq teriga ega bo'lib yurishining sababi aynan astaksantin bo'lgan. U kanda qilmasdan astaksantin vitamini ichib yurgan. Astaksantin vitamini bizning terimizda liftingoviy hujayralarni uyg'otadi. Elastikligini oshirib beradi. Yoshartiruvchi hujayralarga ega bo'lasiz aynan shu astaksantin vitamini bilan. Demak, astaksantin vitamini biz uchun juda ham foydali va kerakli vitamin, zreniya uchun ham foydali va kerakli vitamin. Keyingisi qizlarjonlar, bu bizada 23 xil vitamin va minerallarga boyitilgan bitta dona tabletkamizning ichida shuncha vitamin mujassam bo'lgan vitamin minerallar kompleksidir. Qaranglar qizlarjonlar, bizga vitamin A, yod, E, kalsiy, kaliy deysizmi, margans, xrom, sink, foliyaviy kislota, vitamin B gruppalar, hamma vitaminlarimiz mana shu tabletkamizda mujassam. Bitta shundan. Va bu vitaminlar bizani o'sha tirnoq sinishi deysizmi, soch to'kilishi deysizmi, tish yemirilishi deysizmi, umuman sog'lig'imiz uchun bizani oyog'imiz uchidan sochimiz uchigacha kerakli bo'lgan vitaminlar shu Wellness Pack vitaminida mujassam. Men bu Wellness Pack bilan cheklanib qolmayman va chegaralanib qolmayman, chunki menga hozirgi kunda yaqindan iste'mol qilishni boshlaganman. Bu kalsiydir. Kalsiy va vitamin D. Nima uchun dengiz kalsiysi? Mana eng kuchli kalsiy bu dengiz kalsiysi bo'ladi. O'zim bu vitaminni ichishdan oldin Google ga ham yozganimda eng kuchli kalsiy bu dengiz kalsiysi hisoblanar ekan. Dengizda o'sha morskoy kalsiy deb yozilgan, e'tibor bersanglar. Va kalsiy qachon yaxshi so'riladi? Qachonki tarkibida vitamin D bo'lsa. Vitamin D bilan kalsiy eng zo'r so'riladigan vitamin hisoblanadi. Va bu kalsiyni iste'mol qilishimdan maqsad menga juda ko'p mana shu yaqinda og'ir kasal bo'lganimda terladim va sochim to'kilishni boshladi. Men o'shanda 3 katalog davomida mana shu Wellness Pack vitaminlarni ichishni to'xtatib qo'ygandim. Va men o'shanda shunaqa afsuslandim, shu vitaminlarni ichishni to'xtatib qo'yganimni, chunki oila a'zolarimga olishim kerak bo'lgan, ularga iste'mol qilish va o'zim uchun ajratmadim vitaminni. Shunaqa afsuslandim, chunki bitta больницаga tushib yotib chiqishim uchun kamida 10 million pul keldi. Kamida 10 million. Uning ichida dorilaridan tashqari. Ammo mashina 500-600 mingni agarda men 3 katalogga qo'shsam,
kamida 1,5 million, maksimum 2 millionli, masalan 4 marta 4 ta korobkamga 1,5 milliondan oshiqroq pul ketardi. Men shuni o'zimdan qizg'anib, ichmaganim uchun men dorilarga, doktorlarga, больницаga 10 milliondan oshiq pul ketkazdim. Va shundagina men aytdim, karantin paytida men shu vitaminni ichib yurib kasal bo'lmadim. Qoldirmasdan, karantin eng kuchli epidemiya paytida nahotki men shu 3 katalog davomida shu vitaminlarni ichmadim deb o'zim rosa yedim. Hatto ofisga borib ham keldim, kasal paytimda ovozim umuman chiqmay qoldi. Shu darajada bo'ldim, ovozim umuman chiqmay qoldi. Chiyillab qoldim. Keyin menga shifokor aytdi. Men sizga ukollar boshlayman, kapinsalar boshlayman dedi. Qarasam, Astaxantin skidkada. Shu paytda men srazu больницада yotganim o'zida Astaxantinni zakaz qildim, olib keltirdim. O'sha yerda больницani o'ziga o'sha yerda o'zida ichishni boshladim. Menga doktorlar ukol qilishyapti, antibiotiklarni almashtirishyapti, isitmam tushmayapti, dorilar qilishyapti. Lekin men shu vitaminni ichishni boshlaganimdan keyin dorilar bilmayman, yo menga ta'sir qilishni boshladi, yoki Astaxantinning kuchi bilan men o'sha isitmam tushib, o'zimga kelishni boshladim. Bu meni tajribam orqasidan aytilayotgan ma'lumotlar, qizlarjonlar. Men shifokor emasman, lekin men tajribam orqasidan aytyapman, o'zimda bo'lgan natijamni. Men Astaxantinni ichishni boshladim. Yo'talim kamaydi, nafasim siqyapti, nafaslarim ochildi, isitmam tushdi, o'zimga kelishni boshlaganimdan keyin doktor aytdi, sizga vitamin D yozib beraman dedi, sochingiz rosa to'kilyapti dedi. Chunki men har gal yotib turganimda podushkam soch bo'lib, shunchaki terladim, shunchaki ter oqdi. Bu immunitetim tushib ketganidan va vitamin D menda nexvatkasi bo'lganidan ekan, shunaqangi slabый bo'lib qoldimda. Vitamin D'ni yozib berishdi. Men mana shu kalsiy vitamin D'ni ichishni boshlaganimdan keyin sochim tiklanishni boshladi. Yostiqqa har gal yotib turganimda qarayman, sochim to'kilmayaptimi, sochim to'kilib. Endi представляете qiling, yotib turdingiz, yostig'ingiz soch bo'lib ketdi. Bitta emas, ikkita emas, bir 15 ta tola soch turardi-da, kamida sanamadim, lekin yostig'im oppoq yostiq berishganda soch bo'lib ketardi-da. Qo'rqib ketdim men o'sha payt. Lekin shu vitamindan keyin meni sochim to'kilishi to'xtadi, qizlarjonlar, kamaydi. O'zi soch to'kilib turishi kerak. Endi soch to'kilmasa ham bo'lmaydi, lekin me'yorda. Chunki bizda yangi sochlar o'sib chiqadi doimiy. Biz o'shani mustahkamlashimiz uchun, ildizni mustahkamlashimiz uchun ichkarida mana shu vitaminlar bilan bo'yintirishimiz kerak. Men shu vitaminlarni iste'mol qilishni boshladim, sochlarim to'kilishni boshladi. O'zimda o'sha oyoqlarim uvishi bor edi o'zim. Menda o'sha kasal bo'lganimdan keyin tomir tortishib qoldi. Shu vitaminlardan keyin meni oyoq uvishim, tomir tortishim ham tugadi, ishoninglar. Men prosta ishqim ketdi bunga va srazu zakaz qildim. Buni o'zimga emas, endi onamga zakaz qildim. Xudo xolisa onajonim olib iste'mol qilishlarini xohladim. Oyimga juda ham kerakli vitamin. Chunki yoshi katta onajonlarimiz, adajonlarimiz, doda buvularimizga bizdan-da ko'proq kerak. Ularni yoshi o'tgan sari kalsiylari yemirilib, suyaklari yemirilib boshlaydi. Sal o'tib turtib olishsa ham dars ketishi mumkin, sinishi mumkin. Bu meni o'sha yoshligimda qolib ketgan narsa-da. Meni rahmatli buvimlarni o'sha zinadan yiqilib tushganlarini ko'rganimizda gipsda yotganlar va shundan keyin qaytib turmaganlar. Va shu bilaman, что demak bu bujonlarimizga, dodajon, onajonlarimiz, adajonlarimizga juda ham kerakli vitamin. Ularni suyaklari uchun kerak, ularni o'sha bo'g'inlari uchun kerak. Kalsiy juda ham yaxshi so'riladi. Srazu effektini ko'rasizlar qizlar, chunki mayli, effektini ko'rganlar bor, oranglarda 100% bilaman, lekin hali xarid qilib ichib ko'rmaganlar juda ham ko'p oramizda. Shuning uchun bo'lishinglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, kim kalsiy vitaminini ichdi va qanaqa rezultatlar ko'rishni boshladinglar. Sizlarni odzivlaringlar hamkorlarimiz uchun juda ham muhim. Keyingisi bu magniy, qizlarjonlar. Men o'zim ham bu magniyga muhtojman. Nafaqat men, balki siz ham muhtojsiz. Chunki har birimizda bolalarimiz uchun asabiylashishimiz mumkin. Oilada, turmush o'rtog'ingiz bilan, ishingizda, komandangiz bilan suhbatlashganingizda, umuman katalog yakunida asabiylashamiz, to'g'rimi? Ana men o'ylayman, dunyo bo'yicha 100% insondan 1%
asabiylashmasligi mumkin. U ham yo komada yotgan bo'ladi, yo uxlab yotgan bo'ladi. Qolgan hamma inson asabiylashadi. Asabiylashmaydigan insonni o'zi yo'q, xudojonlar. Magniy vitaminimizni ishoninglar, shunaqa zo'r. Buni ertalab ichsanglar, kun davomida umuman stress, depressiya, asabbuzarlik bo'lmas ekan. Kimdir kelib asabingizni buzsa ham, tuningizni buzmasdan mezza qilib o'tirar ekansiz. Lekin kechasi agar iste'mol qilsanglar buni, uyqingiz shunaqa tinch bo'lar ekan, miyingiz shunaqa dam olar ekan, hech narsani o'ylamasdan uxlayotgansiz. Manimcha tush ham ko'rmasangiz kerak, buni ichsangiz shunaqa maza qilib uxlaysiz, qizlarjonlar. Prosta buni nima deydi, stress boya aytdim, stress bizning turmushimizga qanchalik sog'lom turmushimizga ziyonligini, bizning stress qanchalik qaritib borishini, sog'lig'imizni ketkazishini, sochlarimizga oq tushishi ham hammasi bu stress orqali, yuzimizga ajin tushishi ham. Demak, biz stressdan xoli bo'lishni xohlasak, pожалуйста, sizlarga qizlarjonlar, Aquaman brendi firmasi bilan birgalikda ishlab chiqarilgan o'sha magniy B6 vitaminini iste'mol qilishdan so'rayman. Magniy B6 nafaqat sizni stressdan xoli qiladi, nafaqat sizni tinchlantiradi, balki sizda qon aylanishini, yurak faoliyatini, miya faoliyatini, suyaklaringizga ham rosa zo'r foyda ekan, qizlarjonlar. Boya aytdim, kalsiy agar organizmga yetishmasa, qizlarjonlar, mana boya aytganimdek, siz sut mahsulotlarini ko'p iste'mol qilmaysiz. To'g'rimi? Sut mahsulotlarini ko'p iste'mol qilmaysiz, lekin sizga yordamga kalsiy keladi. Agarda siz sut mahsulotlarini iste'mol qilmasangiz, lekin kalsiy ham iste'mol qilmasangiz, kalsiy yetishmovchiligi sizda kista, mioma, o'simta kasalliklarini tezroq ishlab chiqaradi. Ya'ni kista va miomalarga tezroq uchraysizlar. Agarda shu muammolar sizlarni qo'rqitmasa, marhamat, kalsiy ham iste'mol qilmang, sutli mahsulot ham iste'mol qilmang. Lekin agarda sizda shunaqa muammolar bo'lsa, demak sizga kalsiy yetishmayapti, qizlarjonlar. Har bir ayol kishini yoshi o'tgan sari shunaqa 30 yoshdan keyin ayniqsa jenskiyda muammolar kattalashib boradi. Jenskiydagi muammolar 30 yoshdan keyingi ayollarga juda katta ta'sir qiladi. Mioma deysizmi, kista deysizmi, gormonal narushение deysizmi va boshqa kasalliklar ham. Lekin ularni oldini olish imkonimiz bor. Hozircha bor. Aynan shunaqa foydali, kerakli vitaminlar bilan. Kalsiy yetishmasa ham kista va mioma kasalliklari rivojlanib ketadi. Shuni esingizdan chiqarmang. Shuning uchun bu siz uchun juda ham muhim vitamin hisoblanadi. Kalsiy bilan magniy ham rosa zo'r birga chiqishadi, zo'r singiydi, zo'r so'riladi birgalikda. Kalsiyni tungi kuni ichsangiz, magniyni kechasi ichsangiz bo'ladi. Va o'sha bizani o'sha gibrid vitaminimiz deyman. Buni nima uchun? Bu yerda faqat magniy emas-da, bu yerda vitamin B6 ham birgalikda ishlov berilgan va birgalikda yaxshi so'rilishni inobatga olib, bizga organizmimiz uchun kerakli foydali vitamin bo'lgani uchun biz mana shu vitaminlarni iste'mol qilamiz, qizlar. Har biringizda bor bu muammolar. Men hozir aytib o'tgan muammolarim har biringizda bor. Siz xoh yosh bo'ling, xoh yosh katta bo'ling. Chunki kasallar nima uchun yosharib boryapti? Nima deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Kasalliklar nima uchun yosharib boryapti? Nima uchun 20 yoshda, 25 yoshda ham уже yuzida ajinlar bor? Nima uchun? Chunki birinchidan ekologiya yaxshi emas. Birinchi navbat. Ikkinchidan, yeyotgan taomnomamiz nosog'lom. Sun'iy taomlar juda ham ko'payib ketdi. Sun'iy mahsulotlar, ximikatli, gormonli taomlar, gormonli go'shtlar ko'payib ketdi. Biz shularni iste'mol qilyapmiz. Oldingida o'sha qaymoqlar deysizmi, sutlar, qatiqlar, damashniy, bunaqa damashniy narsalar kamayib ketyapti. Borgan sari yo'qolib ketyapti, borgan sari kamayib ketyapti. Nima ko'payyapti? Odamlarni zaharlaydigan taomlar ko'payyapti. Chips deysizmi, Lays deysizmi, boshqa deysizmi, balo deysizmi, battar deysizmi. Lekin odamlar bularni yeyishdan qo'rqmayapti. Qo'shimcha badlarni iste'mol qilishdan qo'rqyapsiz. Nima uchun? Nima uchun siz qo'shimcha badlarni iste'mol qilishdan foydali, tabiiy, vegan sertifikatiga ega, halollik sertifikatiga ega, hech qanaqa hayvon yog'i, hayvon gormoni qo'shilmagan vitaminlarni, o'sha foydali bo'lgan vitaminlarni iste'mol qilishdan qo'rqasiz-u, lekin siz organizmingizni sekin zaharlaydigan Layslar deysizmi, gazli ichimliklar deysizmi, boshqa battar deysizmi, juda ham ko'p narsa chiqib ketgan hozir. Hattoki hali yemagan narsalarimiz ko'p. Chet davlatdan qancha mevalar kirib kelyapti. Siz ularni qanaqa tayyorlanganini bilmaysiz, lekin iste'mol qilyapsiz.
meva deb iste'mol qilyapsiz. Lekin ular qanchalik foydali sizga? Ularni ham bilmaysiz. Ularda krasitsinlar bormi? Ularda har xil ximikatlar bormi? Bilmaysiz. Chet davlatdan juda ko'p narsalar kirib kelyapti. Biz ularni iste'mol qilishdan qo'rqmayapmiz, lekin foydali vitaminlarni iste'mol qilishdan qo'rqyapmiz. Antibiotik bilan ichimizni zaharlashdan qo'rqmaymiz. Har kuni bir haftada, bir oyda 3 marta kasal bo'lsak, antibiotik yozib bersa olaveramiz. Lekin uni oxiri nima bo'ladi? Siz antibiotik olyapsiz-da, doktorlar nima deb so'raydi? Oxirgi marta qaysi antibiotik oldingiz deb so'raydi. Bilasizmi nima uchun? Chunki o'sha oxirgi marta olgan antibiotikdan ham kuchliroq antibiotik yozib berishadi. Chunki o'sha so'ragan antibiotiki sizga уже ta'sir qilmaydi. Siz organizmingizga tushgan virus уже o'sha antibiotikingizga qarshi baryer hosil qilib, kuchli virus tushadi. Va siz kuchliroq antibiotik olsangiz, undan ham kuchli virus tushadi va shu dalishib ketaveradi va siz organizmingizni antibiotiklar bilan zaharlayverasiz. Mana nima uchun bizda immunitet past. Mana nima uchun biz nosog'lom turmush tarzini olib ketyapmiz. Hattoki biz mana kalsiyni ichganimizda kofe, ko'k choy, qora choy, mana shu choylarni ham ichishimiz kerak emas o'zi. Mana shu kalsiylarni organizmdan yuvib yuboradigan narsalar ham mana shu ichayotgan narsalarimiz. Kofe deysizmi, gazli deysizmi, hammasi. Masalan, sizda menopauza paytlari bo'ladi-ku, ayol kishida bir oyda bir marta bo'ladigan menopauza sikllarimiz bo'ladi. Aynan shunaqa siklarimizda ham bizga mana shu magniy vitaminini yengillashtirib beradi. Aynan o'sha uni biza mesячный deb aytamiz. Ana mesячный migrenlar bo'ladi. Ana shunaqa holatlarda yoki bosh migrenlari bo'ladi. Mana shu holatlarni yengillashtirib beradigan vitamin bu magniy bo'ladi. Demak, biz uchun foydali bo'lgan vitaminlar har birimizga kerak. 15 minut vaqtimiz qoldi. Hozir sizlarga savollaringizga vaqt qoldiraman, kommentariyga kiraman. 15 minut ichida men savollaringizga javob beraman. Mabodo savollaringizga javobsiz qolib ketsa, xafa bo'lmaysizlar. Shu yerdaman, lichkamni qoldirganman, lichkam bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir kommentariyaga o'tamiz. Savollar bo'lsa, yozib qoldirasizlar. Kimda qanaqa savollar bor? Yozib qoldiringlar mana shu kommentariyaga. Zapis bo'lyapti, zapis qildim. Aha, farzandliklar. Oho, Umarovada 5 ta farzand bor ekan, barakasini bersin. Inshaalloh shu 5 ta farzandga sog'lom ona bo'ling. Inshaalloh shu sog'lom ona bo'ling, chunki siz sog'lom bo'larkansiz, siz yon atrofingizga mehr bera olasiz. Yon atrofingizga sog'lom muhit yarata olasiz. Agarda siz nosog'lom bo'larkansiz, siz oila a'zolaringizni sizga nisbatan nosog'lomligingiz tufayli tarqoq bo'lib ketishadi. Bu birinchidan o'zlari tarqoq bo'lib ketishadi. Ikkinchidan ularni nazoratga ololmay qolasiz. Uchinchidan nosog'lom bo'lganingizdan keyin o'z-o'zidan xarajatlar ham shu kasal holatimizga ketadi. Shu bolalarimizni kiyintirishga, ularni o'qitishga, chiroyli tashvishlarga ketkazganimiz yaxshi deb o'ylayman. Shuning uchun sog'lom ona bo'lishga harakat qilinglar. O'zingizlardan hech qachon qizg'anmanglar. Biz o'ylaymiz, shu 500-600 mingdan pulimizni qilsak, ertaga ko'proq biror narsa qilamiz, ishimiz bitadi deb o'ylaymizmi? Adashamiz. Shu bizani sog'lig'imiz uchun 500-600 ming bilan immunitetimizni mustahkam qilishimiz mumkin. Lekin biz o'zimizdan qizg'angan paytimiz 10 manga o'xshab 10 million rasxod qilib ham keyin sog'lig'ingizni tiklashga qiynalasiz. Aytadi-yu, kasalli bo'lishdan oldin olgan yaxshi, chem kasal bo'lgandan ko'ra. И также ajinlarimizda ham xuddi shunaqa chuqur ajin tushishini kutmanglar qizlarjonlar. Chuqur ajin tushgandan keyin unga qiladigan xo'tinglar 2 baravar kuchli bo'ladi. Lutchi ajin tushishidan oldin harakat qilinglar. Ana o'shanda ajinlaringlar tushmasdan yosh va chiroyli bo'lib yurasizlar. Tak, farzandi borlarni umri uzoq bo'lsin. Xira bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi men harakat qildim. Wi-Fi orqali kirganman. Lekin mobilniy tochkadan kirmaganman, qizlarjonlar. Assalomu alaykum. Qo'shnimga polikistoz tashxisi qo'yilgan. Shunga velosiped vitamin ichsa bo'ladimi? Sikli buzilgan, homilador bo'lmayapti. Bunga tavsiya berib yuboring. O'zi ichib, eri ichmasa ham bo'ladimi? Birinchidan,
man kimga tavsiya qilgan bo'lsam, bu savolingizga javobim homilador bo'lolmayotganlarga man eri bilan birgalikda ichishni doimo tavsiya qilganman. Eri ham ichadi, o'zi ham ichadi deb tavsiya qilganman va bu erkaklik urug'iga ta'sir qiladigan erkaklik wellness pack murskoy vitaminimizda bor, erkaklik urug'ini kuchaytirib beradi. Shuning uchun eri ham ayoli ham birgalikda ichish kerak homilador bo'lmoqchi bo'lganlar. Lekin hammasi Allohdan, bu yerda kitobida yozilmagan. Qaysi mana shu vitaminimiz mana shu kasallikka davo yoki mana bunaqa natija ko'rsatadi deb yozilmagan. Shunchaki organizmingizga yetishmayotgan vitaminlarni o'rnini to'ldirib, o'sha organizmni o'sha kasallikka, o'sha muammoga qarshi kurashishda o'zida kuch topadi, immunitetini mustahkamlaydi organizm. Shuning uchun maslahatim turmush o'rtog'i ham iste'mol qilishlari kerak. Mana menopauza anaqa gormonal narushение bo'lgan bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqami? O'sha siz aytgandek hayz sikli buzilgan bo'lsa, mani o'zimda tanishlarimda qaysi bir ichgan bo'lsa ham aynan hayz sikli buzilganlarda bitta korobkasi tugamasdan hayz sikli normaga kelib, shu 5-6 oylab ko'rmaganlar, aynan shu bitta korobkani tugatmasdan hayz siklini ko'rganlar bor. Yoki ikkinchi korobkaga o'tganda ko'rganlar bor. Hayz siklini ko'rmagan odam bilasizlarmi, qanaqa asabiy, nervli, dunyo qorong'u bo'lib ketadi. Bu davrda juda og'ir ularga. Aynan men tavsiya qilardim. Shunaqa masalan klimaks davrida bo'lsanglar ham vitamin ichinglar. Mana shu wellness pack vitamin. Chunki klimaks davrida ham o'tishga osonlashtiradi va hayz siklini normaga qo'yib beradi haqiqatdan. Qaysi ko'z atrofi kremi kodini aytinglar. Hozir ko'z atrofi kremi haqida gap ketmayapti. Men просто filosofiya ko'z atrofi kremini xarid qilsangiz yoki umvalkasini xarid qilsangiz deb maslahat berdim. Farqi yo'q, filosofiyada nima mahsulot yuz uchun xarid qilsangiz ham, lekin filosofiyani любой mahsulotiga, sog'lomlashtiruvchi mahsulotiga skidka 50% da olasiz. Rahmat kattakon, Bonu Ariflayim. Ovozim yaxshi eshitganlar bordir oranglarda, chunki men tinmasdan 50 minut gapirdim, iltimos. Ovozingiz eshitildi deb yozib qo'yinglar. Men zapis qilyapman, xavotir olmanglar, zapis tashlab qo'yaman. Men ichdim pochka kalsiydan debdilar. Anaqa ko'rinmayapti, qaysi vitamin haqida gapiryaptilar deb yozibdilar. Ichish tartibini ham ayting. Kalsiy va magniyni homiladorlikda ichganman, prosta sifati bomba, tomir tortmay qo'ydi oyoqlarim. Ana Alimova Feruzadan sizlarga real jonli otziv. Ichish tartibi kalsiyni ertalab turganingizda ham ichsangiz bo'ladi, umuman kun davomida ichsangiz ham bo'ladi. Главный buni odatga aylantiringlar qizlar. Kalsiyni o'zi vitamin D ni ertalab 8-9 atrofida ichganinglar ma'qul. Shuning uchun buni tarkibida vitamin D bo'lgani uchun yaxshi usvayit qilish uchun aynan ertalab ichishlarini tavsiya qilaman. Filosofiya mahsulotlaridan super natija olyapman. Muhabbat opada Mahbuba javob qoldiribdilar. Men ham 4 ta tug'ganman, sochim to'kilardi, ayniqsa 2024 da katta operatsiya bo'ldim. Va operatsiyaning ikkinchi haftasida filosofiya ichishni boshladim. Ishonsangiz, men belimni ko'tara olmay qoldim. Filosofiyani ichishni boshladim, 4-kunida belimni bemalol ko'tarib, qaddimni ko'tara oldim. Alhamdulillah, Bahodirimidan juda ham foydali ma'lumot bo'ldi sizlarga. Tak. Vitaminlarni tavsiya qilganimda bat emasmi deb so'rashadi, kistani o'stirmaydimi deyishadi. Men sizlarga tashlab berishim mumkin. Aynan o'sha botga qanaqa tashlaydi bilmadim. Menda kommentariyaga tashlashni bilmas ekanman hech odzivni, lekin menda bor. Xohlasangiz Muslima lichkamga yozsangiz, aynan shu filosofiyani wellness pack va kokteylini ichib kistani davolagan hamkorim bor. Hatto u kista uchun ichmagan, u sog'lig'i uchun ichgan, lekin shifokorga o'ziga borib kistam bor edi, bir ko'rib qo'ying deb borganida hech qanaqangi kistadan asorat yo'q sizda, umuman kista yo'q deb javob qaytargan. Chunki bizning vitaminlarimizni dozasi boya aytganimdek bir kunlik doza. Hech qanaqangi o'simtasi bor kasalliklarga unaqa ziyoni bor dozada emas.
Voy, uzr qizlar, nimagadir menda otvordi. Tak, hozir 1 minut. Uzr qizlarjonlar, nimagadir menda Wi-Fi tashavordi, o'shaning uchun darsimiz bo'linib qoldi. Ming bor uzr so'rayman. Qaranglar qizlarjonlar, mana kista haqida savol berdinglar-ku. O'zi bunaqa kista miomasi, o'simtasi borlar. Maslahatim, shifokor nazoratida tursangiz, shifokoringiz zo'r professional bo'lsa, ichayotgan vitaminlarimizni dozasiga qaraydi. Mana ichayotgan vitaminingizni dozasini ko'rsatsangiz, u doza kunlik dozaligini ko'rganda, uni ziyoni yo'qligini ko'rgandan keyin u sizga maslahat beradi. Aynan qaysi vitaminlar sizga iste'mol qilishingiz kerakligini. Lekin o'zimizda real o'ziq bor, qizlarjonlar. Mani lichkamga yozib qoldirsanglar, men sizlarga ko'rsatib tashlab beraman. Aynan o'sha hamkorimni, shogirdimizni, o'sha kistasi bor shogirdimni, o'sha umuman kistasiga hech qanaqangi ziyoni bo'lmaganligini, velosiped kokteyllarini, velosiped vitaminlarini iste'mol qilib, zo'r rezultatga chiqadi. Agar juda xavotir olib, yo'q, men iste'mol qilmayman, men qo'rqyapman, menda kista bor yoki menda mioma bor, menda o'simta bor deydigan bo'lsanglar, maslahatim, omega 3, astaksantin umuman ziyoni yo'q. Mayli, mana shu velosiped vitaminidan mana bu vitaminini o'zini ichmang, lekin mana bilan ichsangiz bo'ladi. Agarda sizda kista yoki mioma bo'lsa, xavotir olsangiz, shifokorga borishga erinsangiz yoki mana magniy va kalsiylarni iching. Bu aynan o'sha sizdagi muammolarga ham bartaraf qilishga yordam beradi. Chunki kalsiy kista miomalarni paydo bo'lishini oldini oladigan vitamin hisoblanadi. Mana nima uchun men bu vitaminlarni yaxshi ko'raman. Bizada mana BAD deb aytiladi. Bular qo'shimcha vitaminlar, o'zi BAD deyiladi. Biologik, faol qo'shimchalar. Va bularni biz yeyotgan ovqatimizdan, ichayotgan suvimizdan, hatto mevalar, sabzavotlardan ololmayotganimiz uchun bizga bular kirib kelgan. Va biz bularni iste'mol qilamiz. Men o'zim shaxsan o'zim iste'mol qilib, birovga tavsiya qilishimdan oldin o'zim iste'mol qilganman. Keyin o'zimdagi natijalarimga yaxshi rezultat olganim uchun keyin men odamlarga, yon atrofimga, hamkorlarimga tavsiya qilishni boshlaganman, o'zimning rezultatlarim bilan bo'lishganman. Shuning uchun qachon sizda filosofiya продажasi oshadi, bilasizmi? Qachonki siz o'zingizda sinaganingizda, o'zingiz ichib ko'rib, undagi rezultatlarni ko'rib, undagi natijalaringiz bilan bo'lishni boshlaganingizda yon atrofdagi insonlar aynan sizdagi muammolar yo'qolayotganini ko'rgandan keyin, sizdagi natijalarni ko'rgandan keyin ular ham ishonib bu vitaminlarni ichishni boshlashadi. Shuning uchun birinchi bo'lib o'zingiz iste'mol qiling. Birinchi bo'lib. Har biringizda hozir aytib o'tgan o'sha muammolarim bor. Har biringiz onasiz, ayolsiz, kelinsiz. O'sha yuzingizdagi dog'ingiz ham siz o'ylashingiz mumkin, tashqi quyosh nuridan tushgan deb. Lekin ayrim insonlar biladiki, shu homila davrida tushgan deydi. Balki homila davrida gemoglobiningiz past bo'lgandir. Yuzdagi dog' gemoglobin past bo'lsa ham, yuzdagi dog'larimiz to'qlashib ketadi. Yuzlarimizda dog'larimiz melanin moddasi keragidan ortiq ishlab chiqaradi. Shuning uchun gemoglobin pasayib ketsa, ya'ni anemiyaga borib qolsak, bizani organizmimizga kerakli miqdorda gemoglobin bo'lmasa, yuzimizga dog' tushadi qizlar. Hammada har xil namoyon bo'ladi bu ham. Ikkinchisi, o'tfet yoki jigar faoliyati yaxshi ishlamasa, bu ham yuzimizda dog' paydo bo'lishiga yoki toshmalar bo'lib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ichki organizmlarimizdagi qabziyatlar, zaharli toksinlar, antibiotiklarni qolib ketishi, bularning hammasi bizga ta'sir qiladi. Meni o'zimizani hamkasblarimda aynan jigarida muammo bo'lgani uchun yuzida mana shu sohasida, peshona sohasida dog'i bor. Lekin jigariga filosofiya kokteylini tinimsiz iste'mol qildi. Qo'shimcha ravishda velosiped vitaminini, chunki gemoglobin ham past edi va u o'z-o'zidan yuzida yorqinlik, tiniqlik, dog'larni ocharganini, dog'larni kichiraganini sezdi. Shifokoriga borganida jigarini juda ham yaxshi sostoyanidaligini, qattiq emas, balki yumshoqgina, yaxshi tozalanganini sani yuzingni o'zi aytib turibdi, yuzingni rangi aytib turibdi deb javob qaytardi. Nima qilding, nima ichding deganda,
hech qanaqa dori ichganim yo'q. Faqat filosofiya mahsulotlarimizni ichib yurdimman deb javob berganda, sanga yoqibdi, dashti davom et degan. Ko'ryapsizmi? Yuzdagi dog'lar ham bu ichkaridagi muammolarni alomati hisoblanadi. Signal bo'lib keladi bizga. Shuning uchun siz organizmingizdagi muammolaringizni faqatgina bartaraf qilib tashqi go'zallikka ega bo'lasizlar. Men o'zim sizlarga namunaman, qizlarjonlar. Men o'zim filosofiya vitaminini ham, kokteyllarni ham yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Men masalan, kokteylni semirish uchun yoki ozish uchun iste'mol qilmayman. Men organizmga sog'lom balansda yurish uchun iste'mol qilaman. To'g'risi. Sog'lom balansda yursam, sog'lom va yosh bo'lsam, energiyaga to'la bo'lsam, yorimga sevimli ayol bo'lsam, sevimli kelin bo'lsam, chaqqon kelin bo'lsam, sog'lom ona bo'lsam, bo'ldi. Men uchun shuni o'zi yetarli va yon atrofdagilarim uchun ham shuni o'zi yetarli. Shuning uchun sizlarga ham maslahat beraman. Sog'lom, yosh va chiroyli bo'lib yurishni xohlasanglar, o'zingizlarda filosofiya vitaminlarini qizg'onmanglar. Menda xohlasanglar odzivlar bor. Filosofiya gruppam o'tgan safar tashlagandim silkasini. Hozir yana bitta tashlab o'taman. Darsimizni yakunlaymiz. Darsimizni zapisi bor. Dars zapisini qoldiraman qizlarjonlar. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi mavzuyimiz qaysi mahsulot haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Sizlarning talablaringizga binoan sizlarga kerakli ma'lumotlarda dars berib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar.